Qariyapsizmi yoki yo'qmi bilishni xohlaysizmi? Unda 30 sekundlik testni uyda bajarib ko'ring. Ko'zingiz atrofidagi terizni qo'lingiz bilan ushlab 2-3 sekund ushlab turib qo'yib yuboring. Agar teri o'z holatiga juda ham tez qaytsa, tabriklayman, sizning yuzingizda muammo yo'q. Yilda 1-2 marta oddiy mezoterapiyalar yoki biorevitalizantlar olib ushbu narsani saqlab qolishingiz mumkin. Agar 3 sekunddan oshmagan holatda sekinlik bilan teri yoyilsa, sizda kollagen yetishmovchiligi muammosi bor. Sizga endi kollagen stimulyatsiya qiladigan preparatlar, biorevitalizantlar va mezoterapiyalar yordam beradi. Agar 3 sekunddan ziyod holatda teri yoyilmay tursa, sizni teringizda kollagen ishlab chiqarilish funksiyasi yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun endi sizga kollagen stimulyator, igolkalik RF lifting va hattoki plastik operatsiyalar qilish bilan ushbu narsani oldini olish kerak bo'ladi. Vaqtida kosmetologga murojaat qilib ehtiyot qilishni unutmang. Sizning yuzingizga qanday protseduralar qilish kerak, qanday protseduralar qilishni xohlaysiz, bilishni xohlaysizmi? Unda kommentariyga chiroyli so'zini yozing va siz o'zingizga kerak bo'ladigan maslahatlarni mendan olishingiz mumkin.